Endi bular mush to'ylar kapayini ibodatning savobini bersin. Endi tabliğdan keyin yana gaplashishga hech qanday hojat yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, men o'sha ijtimoiy o'zimiz uchrayotgan ijtimoiy kasallikdan bir kasal to'g'risida gap qilay 5 minut. Nurg'un qarindoshlarimizni ko'ramiz, shu restoranlarda yegan tomoqlarini shu sotsial medyada o'rtoqlashib ekan. Ba'zi qarindoshlarimiz qilgan ibodatlarini o'rtoqlashib ekan, haramning Ka'baning oldida turib. Ba'zi qarindoshlarimiz bolalar sayohat qilib, yaxshi o'tkazgan kunlarini o'rtoqlashib ekan. Ular Alloh taolo ajr bersin, yaxshi bo'libdi. Biroq o'rtoqlashishning nima hojati bor deyman. Ibodatni qilsak Alloh uchun qildik shunama. Uni rasmga tortib qo'yishning hech hojati yo'q. Alloh taoloning farishlari uni tortib yezib bo'ldi uni. Tomoq yesak o'zimiz uchun yedik, boshqa kim uchun emas. Uni o'rtoqning nima foydasi bor? Sayohat qilsak bolalarimizni xo'sh qildik, boshqalarga nima foydasi bor? Endi mushta qilganimizning ziyni bormi yo'qmi demoqchi. Ziyni albatta ziyni bor. Bizgimiz ziyni bor, boshqalarimiz ziyni bor. Biz qo'shnilarimiz sirtdan binasi akirsak, qo'shnilarimiz kurab qolmasin deb Kürab qalsa umub qaldı, ko'nglida yerim bulab qaldı, ko'rsatmay akiradigan bir millatning avlodlarida agar kürab qalsa qo'shnilar açıp binasini chuqur birimiz endi, chuqur birimiz. Bo'lmasa ko'rsatmay akirishga ko'nglini avaylab. Mushundaq bir millat, mushundaq bir madaniyatning varislari biz. Endi hozirgi hamma narsamizni kishilar uchun qilgan bo'lib ketdik. Bu riyoning bir partisi. Endi buning ziyni bormi? Albatta ziyni bor. Nimishqa qarshi tarafdagi insonlarningki biz bo'lgan imkoniyat yo'q. Restoranga kiramayotgan insonlar bor. Bolalarni sayohat qilmayotgan insonlar, haramga berib tavoq qilmayotgan insonlar bor. O'sha insonlarning ko'nglini og'ritib qo'ymaymiz. Endi o'zimizga bo'lgan ziyni nima desa, ko'z tegish haq, ko'z degan tugidi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda ko'z haq, ko'z tugini qozonga odamni qabrga kirolay degan sahih hadis. Ya'ni bir nimada hadisda sizlar qarindoshlar ya oila a'zolarini qanday bilsanglar, o'zinglar xo'sh bo'lgan bir ishni ko'rsanglar, uningga maşallah, tabarakallah deb tabriklanglar, muboraklanglar deganda biz hamma ishni ta'tilni qilyapmiz endi. Endi bu ko'z tegish haqida Saudiya Arabistonda o'tgan bir qissa bor. Bir qizlarning to'yi bo'ldi. To'yi bo'lgandan keyin turib, shu to'yi bo'lish jarayonida turib ko'zi ko'rmayotgan bo'lib qoldi buni. Ko'zi ko'rmayotgan bo'lib qolgandan shaytga nurg'un o'lim olami bor. Endi bu nima bo'ldi, nima ahvol deb buni chuqur ko'z tegibdi. Mush to'yga kelgan mehmonlarning hammasi yuyinsin deydi-da. Shu yuyinish kerak, endi ko'zdek lekin kimning ko'zdek ekanligini bilmaganligin hammasi yuyinib. Hammasi yuyingandan keyin yana ko'zi kelmaylik. O shuning bilan o yigit tamam men aladigan odam, endi biz tushib bo'lgan olaman, ko'zi ko'rmasmi olaman deb aladi. Qiz ikkini tug'ib bo'lguncha ko'zi ko'rmaydi yana. O arlıqda şeyhlarning qishqi bordi, ahli ilmlarning qishqi bo'lsa, ko'z tegibdi, yo ko'z tegilgan, ko'zi tekkan adam yuyinishi kerak, yo ashadamning chechining yo binasi asrini akilish kerak deb bilinmaydi. Zaten mehmonlarning hammasi yuyindi ashun xotirasi uchun. Ammo bu ahvol nima? Bilinmagan bir ahvol oldu. Bir kuni sada o'g'lining qopsi bu qizlar ko'zi echilib ketdi. Ko'zi echilib qolmay, nayt xo'shlab bunaqa anamga telefon qilay deb, anasiga telefon qilsam, anasi amatda aks chiqdi telefonga. Aksi chiqib, men o'sha ko'zim echildi, xo'sh xabar beray debdim. Anam qana desa, anam 1 soat burun olamdan o'tdi, sizga biz xabar qilmoq uchun ulgurib bo'lmadik dedi. Demak, buningda anasining ko'zi tekkan gap. Endi mehmonlar yungan, anasi yunmagan. Hech qanday odamning aqli kelmaydi. Üzerine yetib tuqqanning ko'z tegish deganda yomon niyatli odamning ko'zligini degan gap emas. Yaxshi niyatli odamning, bizga eng yaqin odamning, eng omroq odamimizning, eng suyumli odamimizning ko'zligidir. Bu haq endi bu. Ota-onaning ko'z tekkandan keyin har qanday odamning ko'zligi degan gap. Ota-onadan mehribonligim yo'q bolalarga. Anası ülep gitişke, onun altında bir şeyh deptike onunla. Közdeki adamını ya yuyundurursa, ya bir esirini tapsa, ya da aşağıdan ölse közümüze içildi deptike. Bilmeyi de kimden ki közdeki geldikte, özünün anası ölgen hemen,
gözü açılgan. Bu ameliyat boğan rast vakalarını bağlayacak. Demek göz tigişten saklanış gerek. Biz muşa binasımızda yemek içmeklerimizi, sayahatimizi, ibadetimizi közetsek bizge hiç kadar payısı muşunda zihni var. Onun için başkalarının köngülü bir aram tuttuğumuzda Allah için kılganlar Allah'a, üzümüz için kılganlar üzümüzge, ballarımız için kılganlar ballarımız kılışımızga başkalar kıp vermeyimiz. Allah'ın meylanını yakışı yollar, hidayet kılsın.